Bismillahirrohmanirrohim. Ey odam farzandi, tabassum qil. Albatta Alloh seni badbaxt qilmadi, balki baxtli qildi. Sendan olmadi, lekin senga berdi. Seni yig'latmadi, lekin seni kuldirdi. Seni mahrum qilmadi, lekin senga marhamat qildi. Senga balo bermadi, lekin seni yaxshi ko'rgani uchun berdi. Bas doimo alhamdulillah de. Bismillahirrohmanirrohim. Kunlarning birida bir do'stimnikida o'tirgandik. O'zaro hadislarni bir-birimizga aytib, hadis almashtirib o'tirardik. Ya'ni birimiz bilgan hadisni aytsak, boshqamiz boshqa hadisni aytib o'tirardik. Mana shu orada bir kishi keldi. U juda og'ir vazmin bir kishi edi. Do'stim uni juda chiroyli kutib oldi va doimo unga tabassum bilan muomala qilardi. Kuzatib turib, uning bu mubolag'ali, ya'ni juda ham tabassumga urinishlarini ko'rdim. Va juda ajablandim, chunki bu mehmon ko'r ekan, ko'zi hech narsani ko'rmasdi. Mehmon ketdi. Shunda men do'stimdan shoshilib so'radim. Ey do'stim, bu odam seni ko'rmasa, uning yuziga shuncha tabassumga haris bo'lding. Sen uni ko'ra olmasligini bilasanmi? Dedim. Shunda u menga tinch xotirjam qarash qildi va Alloh taoloning astag'firullah abasa va tawalla an ja'ahul a'ma degan oyatini o'qidi. Ya'ni bu oyatning ma'nosi, u peshonasini tirishtirdi va ko'r kishi kelganida undan yuzini burdi deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga berilgan tanbih oyatini menga o'qib eshittirdi. Nimaga Alloh o'z payg'ambariga ko'zi ko'rmaydigan bir kishi haqida peshonasini tirishtirgani uchun tanbih bergan ekan? Ozgina jimlik qalbimga naqsh bilan yozilgan eng komil so'z. Alloh azza va jalla bizga o'rgatish uchun o'z payg'ambariga tanbih bergan. Ibrat insonlar ko'rayotgan narsada emas, balki Alloh qalblarimizda ko'rayotgan narsada. Tabassum bir ibodatdir. Bir insonni tabassum bilan kutib olishlik uning ruhi uchun, ko'zi uchun emas. Ko'r yuzdagi tabassumni ko'ra olmaydi, lekin u ovozdagi tabassumni his qiladi va issiq mehrni sezadi. Bizlar odamlarga tashqi qiyofalari uchun yaxshi muomala qilmaylik, balki Allohning roziligini umid qilib, o'z jonlarimiz uchun yaxshi muomala qilaylik. Amin.